Assalomu alaykum, Metalmart kompaniyasining aziz obunachilari. Bugun biz Andijon tumanidagi xonadonlarning birida turibmiz. Sababi Metalmart kompaniyasining Soy filiali tomonidan mazkur perillamiz xonadonning ichki dizaynidan kelib chiqqan holda 30 gradusgacha burib o'rnatilgan va hozirda pastki qismida o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Ko'rib turganingizdek, ushbu perillamiz Balatina modelida bo'lib, uning asosi 201 markadagi yuqori sifatli nержавейкаdan tayyorlangan va asosan silver hamda gold ranglari uyg'unlashtirilgan. Nima uchun aynan 201 markadagi nержавейкаdan foydalaniladi? Sababi ushbu baryerlarimiz tabiatning to'rala faslidagi barcha inchiqliklariga bemalol chiday oladi. Qisqa qilib aytganda, ushbu perillamiz qishki havoda va yozning saratonida ham o'zini sifatini umuman o'zgartirmaydi. Uzoq yillar davomida xonadoningizni ko'rkam va bejirim bo'lishida o'z xizmatini ayamaydi. Agar sizga ham ushbu turdagi perillalarimiz qiziq bo'lsa, u holda Metalmart kompaniyasining barcha filiallariga murojaat qiling yoki ushbu raqamlar orqali buyurtma berishingiz mumkin.